Assalomu alaykum. Spektrum geometriya 6-8 kitobimizdan navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz similar triangles, ya'ni o'xshash uchburchaklar. Xo'p, ikkita uchburchak o'xshash bo'lishi uchun uning burchaklari, ya'ni mos burchaklari teng bo'lishi kerak va mos tomonlari proporsional bo'lishi kerak. Mos tomonlari proporsional degani nima degani? Ya'ni mos tomonlarning nisbati teng chiqishi kerak. Xo'p, bizga ikkita uchburchak berilgan. Mana A, B, C uchburchagimiz va D, E, F uchburchak berilgan. Birinchi o'rinda burchaklarga e'tibor beramiz. 65 50 65 65 50 65, ya'ni mos burchaklarimiz teng. Endi bu ikkita uchburchak o'xshash yoki o'xshash emasligini aniqlash uchun mos tomonlarini proporsionalligini tekshiramiz. Ya'ni mos tomonlar nisbati teng chiqishi kerak. Mos tomonlar degani nima degani? Masalan, 50 gradus qarshidagi tomon 9 bo'lsa, keyingi uchburchagimizdagi 50 gradus qarshidagi tomon 6 ga teng. Mana bu ABC uchburchagimizdagi 9 lik tomon bilan DEF uchburchagimizdagi 6 lik tomon mos tomonlar deyiladi. Endi biz mos tomonlar nisbatini tekshirib chiqamiz. 12 ning 8 ga nisbati, 12 ni 8 ga bo'lsak 1,5 chiqadi. Ya'ni BC ning EF ga nisbati, u ham 12 ni 8 ga nisbati 1,5. 9 ning 6 ga nisbati, 9 ning 6 ga nisbati ham 1,5. Demak, biz uchta tomonni ham nisbatini tekshirib ko'rdik, proporsionalligini tekshirib ko'rdik. Uchalasida ham 1,5 chiqdi. Agar bular uchalasi ham bir xil javob chiqqan bo'lsa, ABC uchburchak, DEF uchburchaklar o'xshash uchburchaklar deyiladi. Endi ikkinchi uchburchagimizni tekshirib ko'ramiz. Ikkinchi uchburchagimiz JHEI JKL. Ikkita uchburchak berilgan. O'xshashlikka tekshirishimiz kerak. Endi xo'p, birinchi uchburchagimizda 40 gradus qarshidagi tomonimiz uzunligi 4 ga teng. Ikkinchi uchburchagimizda o'zi 40 graduslik burchakni o'zi yo'q ekan. Bunda biz tomonlarni aslida nisbatini ham olib o'tirishimiz shart emas, bular o'xshash emas. O'xshash bo'lishi uchun bizga burchaklarimiz bir xil bo'lishi kerak. Ya'ni bir xil bo'lmasa burchaklarimiz tomonlarning nisbatini olib tekshirib o'tirishimiz ham shart emas aslida. Xo'p, mayli, tekshirib ko'rgan taqdirimizga ham, demak 4 ning 3 ga nisbati, 6 ning 5 ga nisbati, 5 ning 5 ga nisbati bo'ladi. Bu uchalasi ham har xil javob bo'ladi. Bundan ko'rinadiki, o'xshash emasligi. Nisbat bilan tekshirib ko'rsak ham bo'ladi va birdaniga nisbatini olib turmasdan burchaklariga qarab ham bular o'xshash emas deb aytsak ham bo'ladi. Xo'p, misollarimizga kelamiz. Misollarda demak uchburchaklar berilgan. Shu uchburchaklarimizni o'xshash yoki o'xshash emasligini aytishimiz kerak. Bizga burchak berilmagan bularda tomonlar nisbati bilan tekshirib ko'ramiz. Demak,
AB'ning DE'ga nisbati. AB'ning DE'ga nisbati. AB 15, DE 30. 15ning 30ga nisbati. 15 ni 30ga bo'lganimizda demak 0.5 chiqadi. Keyingisi BC'ning EF'ga nisbati. BC'ning EF'ga nisbati ham 15 taqsim 30 bo'ladi. Bu ham 0.5 ga teng. Keyingisi AC'ning DF'ga nisbati. 12ning 24 ga nisbati. Bu ham 0.5 ga teng. Demak, uchala nisbatimiz ham 0.5 ga teng chiqdi. Bu uchburchaklar bir-biriga o'xshash uchburchak, ya'ni o'xshash uchburchaklar deyiladi bu ikkita uchburchakka. Keyingisini tekshirib ko'ramiz. JHning JK ga nisbati. Ya'ni 25ning 100 ga nisbati. Bo'ladigan bo'lsak 0.25. Keyingisi 60ning 240 ga nisbati. 60 ni 240 ga bo'lsak ham 0.25 chiqadi. Keyingisi 80 ni 320 ga nisbati. Bu ham 0.25 chiqadi. Demak, bu ikkita uchburchagimiz ham o'xshash uchburchak ekan. 3-misolimizga keldik. 44 ning 88 ga nisbati 0.5. 50 ning 100 ga nisbati 0.5. 88 ning 168 ga nisbati 0.5 chiqmaydi. 0.52 8 xullas cheksiz son ketadi. Ratsional son, lekin cheksiz davriy son. Bu teng bo'lmadi. Demak, ikkita 0.5, bu uchinchisi teng chiqmadi. Bular nima emas? O'xshash emas, not similar bo'ladi. Demak, nisbat bilan o'xshash emasligini tekshirib chiqdik. Keyingi mavzuga o'tamiz. Keyingi mavzumiz ham o'xshash uchburchaklarga bag'ishlanadi. Xo'p, keyingi mavzuda bu barcha uchburchaklarning bir-biriga o'xshashligi aytilyapti va bizda so'roq belgisi o'rnidagi tomonni topish kerak. Shu masalan, birinchisidagi mana bu so'roq. Endi bunda bu tomon noma'lum x deb belgilaymiz. Kattasini kichigiga bo'lib tekshirsak ham bo'ladi. Masalan, 21 ning 7 ga nisbati 3 chiqadi. 3. Endi 27 ning 9 ga nisbati. Ikkita nisbatimiz ham 3 chiqdi. Agar o'xshash deb bizga shartda bergan bo'lsa, 3-nisbatimiz ham 3 chiqish kerak. X ning 12 ga bo'lsak, 3 chiqish kerak. X qanaqa son bo'ladi? Nechaga teng bo'ladi? 36 ga. 36 ni 12 ga bo'lsak 3 ga teng. Xuddi shu tartibda qolgan misollarni ishlaymiz. Masalan, 60 ning demak 10 ga nisbati 6 ga teng. 48 ning 8 ga nisbati. Bu ham 6 ga teng. Agar mana bu tomonimiz x degan bo'lsak, 84 ni x ga nisbati ham 6 chiqishi kerak.
Bundan kelib chiqadiki, x'imiz 14 ga teng ekan. Keyingi, ya'ni ikkinchi misolga o'tamiz. Xo'p, 272 ning 34 ga nisbati 8 ga teng. 176 ning 22 ga nisbati 8 ga teng. Bizga noma'lum tomon x deymiz. X ning 48 ga nisbati ham necha chiqishi kerak? O'xshash bo'lishi uchun 8 chiqishi kerak. 48 8 ga ko'paytirib topamiz. Demak, bu 384 bo'lar ekan. 2 ni besiga o'tadigan bo'lsak, 48 ning 4 ga nisbati 12. 36 ning 3 ga nisbati 12. Demak, bizga noma'lum tomon x deydigan bo'lsak, 108 ni x ga bo'lganimizda ham 12 chiqishi kerak. X topadigan bo'lsak 9 ga teng bo'ladi. Xo'p, 3-misolimizga keldik. 425 ning 85 ga nisbati 5 ga teng. 600 ning 120 ga nisbati 5 ga teng. Bizga noma'lum tomon x desak, x ning 35 ga nisbati ham 5 chiqishi kerak. Bundan kelib chiqadiki, ya'ni 35 ni 5 ga ko'paytirib 175 bo'ladi. Hop, 3-misolimizni b'si. 90 ni 60 ga nisbati 1,5 ga teng. 33 ning 22 ga nisbati 1,5 ga teng. Demak, bizga noma'lum tomon x desak, 114 ni x ga nisbati ham 1,5 ga teng bo'lishi kerak. Bundan x topadigan bo'lsak, ya'ni 114 ni 1,5 ga bo'lib topadigan bo'lsak, 76 ga teng bo'ladi. Xo'p, shu bilan bu darsimiz o'zining nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog', salomat bo'ling.